o'zingni Allohga qanchalar xor qilsang, azizliging ziyoda bo'ladi. Mahluqotlarga o'zingni qanchalar xor qilsang, faqatgina xorliging ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh azza va jallaning eng suygan bandasi, Habibur Rahman Muhammad sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlaridan keyin shaharga g'olib, muzaffar qo'mondon bo'lib kirib kelar ekanlar. Shuningdek bir to'shini ko'tarib ger deb kirmadilar. Balki tuyasining ustida o'tirib, boshini shunday bir engishtirib keldilarki, hokisor tutib, o'zini Alloh uchun xor qilib, hatto tuyasining o'rkachiga soqoli tegadigan darajada yoki sallasi tegadigan darajada engishib keldilar. Ana hokisorlik. Allohga o'zini hokisor qildi, xushu bilan bo'ldi, Alloh aziz qildi.